HR kasbini o'rganmoqchiman, lekin nimadan boshlashni bilmayapman. Nima maslahat berasiz? Juda ham yaxshi savol. HR kasbini o'rganish bizda ozgina limited, ya'ni chegaralangan, chunki juda ham ko'p ma'lumotlar bazasi va resurslar asosan rus tilida va yana ham ko'proq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz ingliz tilida. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardim. Bu sohani albatta tilni yaxshi biladiganlar va kommunikatsion mahorati yaxshi rivojlangan insonlar uchun yaxshi kasb hisoblanadi deb ayta olaman. Undan tashqari Coursera, Udemy va LinkedIn kabi platformalar mavjud. U yerdan bazaviy bilimlarni aynan HR sohasi bo'yicha mutlaqo tekinga o'rganishingiz mumkin bo'ladi. HR sohasidagi ish tajribangizni ko'proq rekrutingdan boshlashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu ancha osonroq va ko'p bilim talab qilmaydigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ko'nikmalaringizni esa stajirovka va volontyorlik orqali bir nechta korxonalarda o'tashingiz mumkin bo'ladi. Volontyorlik yoki stajyorlar qanchadir birmuncha muddat ichida tekinga tajriba va ko'nikma orttirish maqsadida ishlab beriladigan soha desak ham bo'ladi. HR sohasiga qiziqqanlar albatta sahifamni kuzatib boring. Bundanda qiziq ma'lumotlarni berishda davom etaman.